Ketyaptimi? Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz. Avvalambor Premier Avtosining eng katta yutug'i bilasizlar nima? Haqiqatni gapirishi. Esdan chiqarmanglar. Har doim hammaga aytadigan gapim. Hech qachon kreditga narsa olmanglar. Olmanglar hech qachon, olmanglar. To'g'ri aytyapmanmi? Kamoliddin aka, men har doim aytaman-da, avvali kreditga narsa olmanglar. Olib to'lolmasalaring meni yonimga yig'lab kelmanglar. Olmanglar deb aytyapmanmi? Akalar, mashina olasizmi, uy olasizmi, farqi yo'q. Kreditga o'z narsa olmanglar. Bu bir. Ikkinchidan, olgan kreditingizni qo'shib oling. Ha, qo'shib oling. Farqi yo'q. Bering, ikkalasini ham olaveradi. Davay. Oldinga men orqada zot chiqsangiz bo'ldi, kameraga. Xo'p. Ketyaptimi? Akalar, assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz. Kamoliddin Uzza Premier Avtosining ashaddiy muxlislari. Sizlarga eng glavniy aytadigan bitta gapim, avvalambor kreditga hech qachon hech narsa olmanglar. Mashina bo'ladimi, mikraqarz bo'ladimi, avtokredit, yana ipoteka kredit, umuman narsa olsang maslahat bermayman. Nega deganda, har doim so'movoy olasizmi, valyutni olasizmi, beradigan pulingizda 2000-2500 dollar puli havoga ketadi. Havoga! Dup etadi, uchadi, ketadi. Aytib qo'yibman. Bu birinchi maslahatim. Ikkinchi maslahatim, akalar, har doim nimaiki olaman desangiz, agar qo'shimcha daromadingiz bo'lsa, to'lashga imkoniyatingiz bo'lsa olinglar. Endi yana bitta gapda, akalar, kimdir uyini garovga qo'yib, mashina olib ketyapti, kimdir mashinasini garovga qo'yib, yana bitta mashina olib ketyapti. Ayrim bizani orqamizdan hayp ishlatgan akalar, sizlarga Alloh o'zi insof bersin. Haligi birovni qiyin vaziyatdan foydalanib turib video qilib prosmotr uchun syomka qilayotgan akalarimiz, sizlarga Alloh insof bersin deyman. Men yomonlik tilamayman. Omadinglarni bersin. Agar shu bizning vaziyatimizdan foydalanib qanaqadir prosmotr olib, mashina sotib yoki nimadir daromad qilgan bo'lsalaring, sizlarga Alloh insof berib, omadinglarni bersin. Hammaga bir gapim. Mana mashinalar, Cobalt deysizmi, Gentra deysizmi, Spark deysizmi, biz faqat Cobalt emas, любой mashina sotamiz. BYD elektromobil deysizmi, Li 9 deysizmi, любой, Mercedes deysizmi, BMW deysizmi, любойni qilib beraman. Oldin ham aytganman, hozir ham aytaman va keyin ham aytaman. 8,5% lik valyutni avtokredit nima deyapti? Gapim so'z isboti bilan. Bankdagi qolgan 10,000 dollar asosiy qarzingizga 1 yilga 850 dollar qo'shib beradi. 10,000 dollarga? Bankdagi qolgan 10,000 dollarga 850 dollar qo'shib berasiz 1 yilga. Bu degani oyiga 60-70 dollarlardan aylanadi. Men ochiqcha aytaman, bankning foiz stavkasi 14.99. Aylanganda 8,5% dan tushadi, akalar. Yillik aylangan, ha. Endi bizni xalqimizga jaydarchasiga oddiygina qilib tushuntirmasangiz tushunmay. 14.99 degani 1 yilga 10,000 dollarga men pashti 1,5 dollar qo'shib berar ekanman deb tushunadi. Yo'q akalarim, yo'q. 1 yilga 8,5% degandan keyin 10,000 dollarga 1 yilga yopsangiz 850 dollar qo'shib berasiz. Ya'ni asosiy summa kamayib ketish hisobiga to'ppa-to'g'ri. Aylanganda, olib qilib aylangan. Mana 10,000 qarz oldingiz, 1 yilga qancha qilib olib to'layman deb savol beraman. Shunda 850 dollar bo'lsa 1 yilga qancha qo'shib to'lagan bo'ladi? Olib 10,000 dollarga 850 dollardan qo'shib 10,850 bilan kreditingizni yopasiz 1 yilga. Tushuntira oldimmi? Akalar, qisqaroq qilaman videoni. Yomg'ir yog'yapti, yig'lab yordi. Biz gaplarimizga osmon ham endi ochiqcha qilib hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamoliddin. Mana bugun razvedkaga keldik. Akamizning konkret savollari bor. Nima muammolar bo'lyapti? Akamiz temada ochiq O'zbekistonda hozir mashina, uy, joy hammasi shu temada. Sababi eng arzonni chiqarib beryapti, hisobotda hamma qanday ko'rolmayapti. Bir narsa aytaymi? Men xafa bo'lmayman. Meni Allohim yana ham kuchli bo'lishim uchun zamin yaratib berdi, xolos deb qabul qilaman. Biz yana ham kuchli bo'lishimiz uchun Alloh bizni sinayapti-da. Bu birinchi. Ikkinchi yana bir narsani aytib o'taman. Akalar esdan chiqarmanglar. Mevali daraxtga tosh otiladi. Uni ham bilasizlar-ku, omadinglarni bersin. Kuzatishda davom etinglar, oxirigacha bo'lsin faqat. Lekin bori aytilyapti do'stlar, hammasi ochiqchasiga. Yoki negativchilarga biroz aytdik, aka hech kimga tavsiya bermayman. Yo'q, olmasinlar. O'z negativ yozadiganlar, gapiradiganlar olmanglar, iltimos. Iltimos qilaman, olmanglar. Oladiganlar o'zi oladi. Har doim aytganman, bizni bilgan biladi. Bilmagan yana o'zi biladi. Kiysangiz ham kovushimni,
yana qila olmaysiz yurishimni aytib qo'yibman. Avvalgidek o'sha gaplari. Kiyishi mumkin kavushimni, lekin yurishimni qilisha olmaydi. Chunki Chunki beri aka shu 8% qilib beryapti. tak 8% qilayotganimga где-то 2 yil bo'lib qoldi. 2 yil bo'ldi. Mana kim chiqqan? avto bo'yicha bormi? Chiqib gapirib 8,5% dan qilib beraman, u yerda bu yerda degan. Mana o'zingiz guvohsiz-ku, to'g'rimi? Faqat gapirishadi. Biz qilmaymiz ham, kerak emas. Akalar, har bir inson qo'lidan kelganini qilsin. Kimdir 5 kilo yuk ko'tara oladi, kimdir 10 kilo, kimdir shtankistlar bor 200 kilo yuk ko'taradi. Zo'rligini tan olish kerak xolos. Hammaga emas-da endi bu do'stlar. Bu hozircha akamiz. Qani bo'lsa chiqinglar. Yo'q, men bir narsa deyman. To'g'ri. Mana Kamoliddin o'z chiqaradi. Addush aytyapman. Bir narsa aka, prezidentimiz aytganlar, raqobat bor joyda o'sish bo'ladi dedi. Men xohlayman 7% dan qilib bersinlar, 6% dan kimdadir chiqsa. To'g'rimi? Xalq mazza qilsin. Bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin. 8,5% ga hafta nima deyapti akalar? Jonlaring sog' bo'lsin. Tak что eng arzoni shu yerda. To'g'ri. So'zimiz isboti bilan bo'lsin. Mana oddiy misol aytaman. Mana misol qaranglar. Hozirgi kunda mana style, Cobalt style mana shu style. Mana pachka, masla, avtomat, masla. Bu sotilgan. Misol mana bunisi deylik. Farqi yo'q. Mana shu styleimizni boshlang'ich to'lovini akalarim butun respublika bo'yicha, Andijondan tashqari butun respublika bo'yicha bitta variant beraman. Boshlang'ich 3800, 3900. Rahmat. 3800, 3900, 3700, 3600 emas. Ayrimlarga o'xshab 4900, 4800 ham kerak emas jigarlar. Boshlang'ich $3,500 ham emas, $3,400 ham emas. Bo'lsa bo'lsin xalqimizga bo'lsin. 3350 ham kerak emas. Bo'lsin aksiya. 5 kunga aksiya. $3,300 boshlang'ich to'lov bilan oylik to'lovini 3,550,000 so'mdan. Nima deyapti? 3,550,000 dan. Qani? Boshlang'ich $3,300 bilan oylik to'lovi 3,550,000 so'mga. To'lovingiz dollarda bo'ladi, kreditingiz ham dollarda olasiz, aytib qo'yibman. Valyutada to'laysiz, kursga qarab to'laysizlar. Dollar ko'tarilib ketadi degan akalarim kurt faqat qulayapti. Bu faqat xalqimiz uchun. Bo'lsa bo'lsin. Albatta, dollar 13 ming edi, 14-15 mingga chiqadi deb vahima qildilar. 12 mingdan pastlab ketdi yana. Bugun kundagi kurs 11,970. Nima deyapti? Omadingizni bersin akalarim. Menimcha eng arzoni shu yerda 3,5 milliondan do'stlar bir vaqtlari oyiga 5 million, 5,5 million chiqadi 5 yilga. To'g'risi. Hozir ham chiqyapti ayrim bir joylar. Hozirgacha ham bor. Menda mana akalarim uzoqqa bormanglar, o'zimga kelinglar, so'mov olmoqchimsizlar? O'sha 5 million 200 dan ham qilib beraman. So'movoyim bor. 5 million 200 mingdan olasizlarmi so'mda? 5 milliondan qilib beraman. 4 million 950, 4 million 900. So'mda 3 million 350 ga chiqadiganlari bor. Bor. Boshlang'ich ayrim joylardagiga o'xshab 5,5 ming, 6 ming dollar, 7 ming dollar to'laysizlar. Undan ko'ra shu 7 ming pullaring bo'lsa, bozorga borib, o'sha 7 ming dollarlik mashina olinglar. Kreditga olmanglar iloji bo'lsa. To'g'ri aytyapmanmi? O'sha 7 mingga eski tushki bo'lsa ham Cobalt olinglar, kredit bo'lmasin, qarzi bo'lmasin. Akalar, naqdi asal, nasiyasi kasal. Ogohlantirib qo'yibman. Lekin aytaman, yana va yana, eng arzoni faqat Premier Avtocity'da. Bizlardan arzoni yo'q, akalar. Любой joyga borib ko'ring, eng arzoni bizda. To'g'rimi? Bemalol aylanib eng oxirgi kengizlar Kamoliddin ko'rsatuvdi shu yerda esa oxirida kelasiz. Kamoliddin o'z kelsa, orqali kelsa, siz orqali bonuslarimiz bor. Benzin, poliklarda podarkasiga beramiz. Alohida. Keyin yana bitta narsani aytib qo'yaman. Hardan mazza qiladi. Damas olasizmi, lab olasizmi, любой mashinangizni qilib beramiz. Yana Cobalt Midnight degani bor, qora diska bo'ladi. To'g'rimi? Oxirgi chiqqan. Ha, qaysi ukajon? Farasi mana bunaqa qora bo'ladi, mana keling. Mana ko'ring. Mana bu qora diska, qora. Mana faralari qora bo'ladi, mana bu yerlar qora bo'ladi. Qora diskalik Midnight. Boshlang'ich 3950 4 bilan chiqar ekan, sizlarga 3900, 3800 emas, 3700 dollar bilan qilib beraman. Midnight'da oylik to'lovi 3,550,000 so'mdan kelib olib ketaveradilar. Endi qarang. Yana bitta narsa aytaman. Endi men biroz qisqaroq qilyapman odamlar ko'rishi uchun. Lekin aytgan gaplarimning hammasi haqiqat. Bizlarga otilayotgan ayrim toshlar bu bizni kuchli bo'lishimiz uchun sabab bo'lyapti, faqat bo'ldi. Akalarim, xo'p, Cobalt MCM Midnight degani bor. Kojinli salon bo'ladi, akalar. Koja salon eng oxirgi chiqqan fulli. Da, boshlang'ich 5,5 ming dollar bilan chiqar ekan, sizlar 5,5 ming emas. 5300 ham emas. 5250 ham emas.
5200 dollar berasizlar, oylik to'lovi 3 million 550 mingdan. Eng oxiri puli. Любой joy bilan solishtirib ko'raveringlar. Agar yana bir narsa aytib qo'yibman, aka, boshqa oylik to'lovimiz 3 million 550 ming qimmatroq, bizga arzonroq bo'lsin desa, 280 dollar, ya'ni 2,5 million, 2 million 400 ming qanchadan chiqayotgandi? 280 dollarimiz 2 million 900 ming so'm. 3 million 350 ming so'm bo'ladi. Yo'q, 2 million 900 ming so'mdan, ukajon. 2 million 900 ming so'mdan. Berishga. Da, yo'q. 2 million 900 ming so'mdan ham qilib beraman. Oylik to'lovi. Da. U Toshkent shaharga beramiz 2 million 900 ming so'mdan. Kelasizlar, boshlang'ich to'lovini hisoblab beraman, hozir eslay olmayman. Kelaversinlar, 2 million 900 mingdan ham beraman. Bormi shunaqasi? Bormi? Mana, kelinglar. Videoni oxirigacha to'liq ko'rib, keyin kommentariy yozing. To'ppa-to'g'ri. Ko'rmasdan turib har narsa demangizlar. Ha. Mantiqqa noto'g'ri keladi. To'ppa-to'g'ri. Kelinglar. So'z isboti bilan bo'lsin. Agar mendan arzon variant qilib berayotganlar bo'lsa, agar bitta Cobalt'ni shunday nomlarga bepulga podarkaga berib yuboraman. Har doimgidek o'sha gap. Va'da. Xo'p, endi yana bittasi bor ekan. MCM styleimiz bor ekan. MCM styleimiz boshlang'ich 4500 bilan chiqar ekan, 4500 emas. 4300 dollar bilan qilib beraman. Oylik to'lovingiz uniki ham 3 million 550 mingdan chiqadi. Nima deyapti, akalar? Eng arzoni bizda. Kelinglar, ichkarida men sizlarga bir ikkita narsa haqida gapirib beraman. Cheklanmagan, soni bor, sanog'i yo'q. Kelaverasizlar. Ishlayapti-da. Birontasi ko'rmadim shu paytgacha mana shunaqa. Akalar, odamlarni qarang. to'ppa-to'g'ri. Kamera chakamiz. Hop, bizlarda odam, mana Xudoga shukr, kelinglar. Mana hozirgi kunda qish bo'lishiga qaramasdan, sovuq, yomg'ir bo'lishiga qaramasdan, bizlarda klientlarimiz Xudoga shukr bor. Bizlarga ayrim insonlar tosh otib, yomonlik qilaman deb harakat qilgan bo'lgan taqdirda ham, lekin bizlarda Xudoga shukr ishimiz bo'lib turibdi. Undan muammo yo'q. Endi bir narsani aytib o'taman. Xo'p, notariusimiz bizlarda shu yerda, nomer taqaman desangiz ham shu yerda bitadi. Har doim aytganimdek, klientimiz aka, Endi keldingiz. siz Aylanib ko'rdingizmi boshqa joylarda? Qanday ekan farq? Arzonmikan? Real. Mana do'stlar, siz o'zingiz gaplashing, men gaplashmay, men tanimayman. To'satdan keyin ko'ring, yaxshilab hisob-kitob qiling. Solishtirib ko'rib, o'zingizni Aka, bir narsa so'raylik. Xafa bo'lmaysiz, bitta savol beraman. Boshqalarni ko'rdingiz, to'g'rimi? Sizga birontasi oylik to'lov, boshlang'ich to'lov haqida ma'lumot berdimi? Berdi. Berishdimi? Bitta savolim sizga. Shunaqa oylik to'lov, shunaqa boshlang'ich to'lov bilan boshqa joylarda bormi? Yo'q, ha? Endi yana bitta savol beraman. Sizga ma'lumot berishdimi? Pullaringiz qayerga ketyapti, qancha qarzdorlik chiqyapti? Hali u haqida ma'lumot berma. Kim sotuvchingiz? Sotuvchingiz kim? Trading. Tushundim. Shu sizni olayotgan mashiningiz haqida ma'lumot berishdimi? Boshlang'ich to'lovi, oylik to'lovi, to'g'rimi? Hammasini tushuntirdilar, pulingiz qayerga ketyapti? Tushuntirdilarmi? Xo'p, hurmatli yurtdoshlar, любой odamga maqtanish emas, любой odamga boshlang'ich to'lovidan qancha puli rasxodiga ketadi, qancha puli qoladi qarzdorligi, oylik to'lovi nech puldan chiqadi, hammasi haqida ma'lumot beriladi. To'g'ri aytdimmi? Bizlarda hech qanaqa yoshirinchi gap so'z yo'q, shaffof hamma narsa. Tilxat asosida har bitta mijozimizdan tushuntirilgani haqida tilxat olinadi. Har bitta mijozimizdan ko'rsating mana. Ertaga men aytganim yo'q, gapirganim yo'q, mana bunaqa kameraga yozib olinadi mana. Har bitta joyda qo'yilgan kamera. Klientlar uchun aka. Klientlar uchun. Tushuntira oldimmi? Chunki men majbur qo'yib qo'yibman, agar mabodo muammo bo'ladigan bo'lsa, sotuvchimni o'zi kissasidan to'lab beradi. Tushuntirmagan bo'lsa. aytmagan. Albatta, akalar, shu uchun ehtiyot bo'lasizlar. Men nima deyman? Kimnidir mashina, kimdir yolg'onchi demayman, hammani omadini bersin. Odamlarni boshqa joylarga nisbatan ishonchi kamaygani uchun mana shunaqa salonlardan so'rab oladiki, ertaga bir muammosi chiqsa ham shu yerga qaytib keladilar. Men joy aniqda, mana 5 yildan beri ishlayapmiz. Akalar, sizlarga maslahatim, agar mabodo imkoniyatingiz yetmasa, havas uchun yangi mashin, qimmat mashin minishlaringni maslahat bermayman. O'zim Matizdan boshlaganman. Sizlarga ham birdaniga Trekkerdan boshlashlaringni maslahat bermayman. Matiz emas, Spark olinglar. Spark agar imkoniyatlaring yaxshiroq bo'lsa, Cobalt olinglar, Gentra olinglar. Lekin mana Oybekjon, Bekkim ukajon, Bekkim. O'zimda shogirdim, ukam
necha yildan beri ishlaydi shu yerga, ancha xizmati o'tgan, eng ishonchli shogird ukalarimdan. O'zi ham bloger, ko'pchilik taniydi Oybekni. Bitta savol beraman. Siz Gentra olishga ham, Tracker olib to'lashga ham kuchingiz yetadi, ha? Siz nima mashina olay deganingizda, nima olmoqchi edingiz, nima maslahat berdim? O'zi birinchi Malibudan boshlagan. Ha? Yo'q, Spark tavsiya qildim. O'zimni nomimga olib, valyutni qilib berdim. Zato qarangda, ham uyga to'lov qilyapti, ham mashinalik bo'lyapti. Mashina bizga nima uchun kerak, yurtdoshlar? Mashina bizni uzog'imizni yaqin qilish uchun faqatgina xolos. U kerak emas, maqtanchoqlik qilib, blatovat qilib, kerak emas. vaqti bor. Har bir narsani o'zini davri bor. Matizda ham yurdik, Kobaltda ham yurdik, Gentrada ham yurdik. Hozir Xudoga shukr, shuncha ana Xitoy mashinlarida ham yuribmiz. Misol uchun, to'g'risi, kerak bo'lsa Gelik ham minib yuribmiz. Undan muammo yo'q. Akalar, har bir narsa o'zini vaqti bor, davri bor. To'g'risi. Shu bolaga ham, Oybekka ham Spark oldirib berdim. Uka dedim, meni gapimni olasizmi dedim. Aka siz nima desiz shu dedi. Bo'l, Spark oling dedim. Mana gapimni oldi, uylik ham bo'lyapti, mashinalik ham bo'lyapti. Akalar, hammalaringizga nasihatim, sizlarni qanaqa mashiningiz borligiga hech kim qaramaydi. Qanaqa qurgan uyingiz borligiga qaraydi. Shuni esdan chiqarmanglar. Nima uyi bor buni? Eshigingizga kelgan paytda bu odamning uyi mana bunaqa ekan deydi. Mana bu odam anaqa zo'r mashina minib yuribdi demaydi. Hozir aravakashda ham bor o'sha zo'r mashina. Men sizlarga to'g'risini aytayman. Akalar, mashina shunchaki uzog'imizni yaqin qiladigan narsa. Har doim aytaman, avvalambor kreditga narsa olmanglar. Agar olish niyatlaring bo'lsa, to'la olsalaring olinglar. Ertaga bank uyingizdan televizoringizni, divaningizni shuni ko'tarib olib chiqib ketadi. Aytib qo'yibman. Ogohlantiryapman hammani. Ha, menga farqi yo'q, to'g'risini aytaman. Gapni qizig'i yo'q. To'g'risini aytaman. To'la olsalaring olinglar, to'la olmasalaring olmanglar. Ertaga uylaringni hammasini ko'tarib olib chiqib ketadi. Ogohlantiryapman. Akalar, Bank bir so'mini ham qoldirmaydi. yo'q, to'ppa-to'g'ri. Gentradan boshlang aka. Xo'p. 1 minut pauza qilib tura olamizmi? Endi akalar, bu Gentramiz bor, mana. Gentra olaman degan akalarimiz Gentraga. Lekin bitta narsa aytaman, Gentrani shahar sevadi, ayrimlar Lacetti yaxshi ko'radi Cobaltdan ko'ra. Lekin maslahatim hammaga Cobaltni maslahat beraman. Cobalt rizq topar, pul topar, mehnatkash mashina. Ha deb ham buzilavermaydi-da. Bunday kaprizni mashina emas. Lekin kimdir agar Gentraga qiziqadigan bo'lsa, mana Gentramiz bor, yumshoq balonlar qo'yilgan, tonirovkalari bor, Magicar pultlari qo'yilgan, 75 ming yurgan. Keyin bizlarda kraskasi bordi, kraskasini bor deb aytamiz. Mana, ko'rishlaringiz mumkin. Ela. Kraska, oldi chap eshik, parok pitno. ABS'i bor, lyuki bor. Mashina rangi qora 75 ming kilometr yurgan 23. Kimdir 24 bu desa, ishonmanglar. 24-yil ishlab chiqarilgan Gentra texpasporti 24 yo'q. 23-yildan yopilgan kitobi Gentrani. To'g'ri aytibmanmi aka? Bir xillar 24, 23 deydi, 24 yo'q. Mashinani texpasporti gapiradi. 24 texpasport bo'lsa, unda gap bo'lishi mumkin emas. Texpasport 23 mi? Kerak emas. Endi ayrimlar yolg'on yashirin aytib sotishi ham mumkin. Ogohlantirib qo'yibman. Xo'p, endi akalar, bitta narsani aytib qo'yay. Mana shu Gentramizda olaman deydigan akalarimizga boshlang'ich unaqa 5,5 ming, 6 ming, 5 ming, 4 ming kerak emas. 3400 boshlang'ich to'lov bilan oylik to'lovini 312 dollardan qilib beraman. Bu degani 3 million 700 ming so'mga to'g'ri keladi. 3 million 700 mingdan to'g'ri keladi oylik to'lov. Gentra 23 75 ming yurgan 3 million 700 ming so'mdan. Kelaverasizlar. Eng arzoni har doim aytaman, bizda kiysangiz ham kavushimni, qila olmaysiz yurishimni. Meni sindirmoqchi bo'lgan akalar, meni maydalamoqchi bo'lgan jigarlar, sizlarni yaxshi ko'raman Alloh uchun. Jonlaring sog' bo'lsin. Haqiqat egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi. Shuni esdan chiqarib qo'ymanglar. Chunki deganda haqiqat faqat haqiqat. U narsani ko'tara olganlargina tushunadi. Men haqiqatdan har doim aytaman, agar inson odil bo'lsa, agar inson haq bo'lsa, agar inson halol bo'lsa, uni hech kim sindira olmaydi. Allohdan boshqasiga emas bandani sindirish. Aytib qo'yibman. Orqamizdan narsa tashab g'alamislik qilayotgan insonlar, Alloh sizlarga insof bersin. Jonlaring sog' bo'lsin. Insof bersin deydi. To'g'rimi? Boshqa gap yo'q. Akalar,
Aytganimdek, haqiqat egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi. Shuni esdan chiqarib qo'ymanglar. Yana aytaman. Juda ham gap ko'p edi-yu, gapirmayman. Akamizni dardi ko'pda mana internet tarmog'ida kuzatayotganlar bo'lsa, Da. o'zlari biladi. Har bir narsani aytib qo'yibman. Ayrimlar aytayaptiki videoda, bitta mashina, ayrimlar anolar bor odamlar. Kimlardir mashina sotish bilan shug'ullanar, kimdir blogerlar aytib qo'yibman, akalar bitta mashina olaman deb uyingizni garovga qo'yib uysiz qolmanglar. Akalar, bitta gap, mana shu videoda aytib ketaman. Qaysi bir inson uyini garovga qo'yib bizdan mashina olgan bo'lsa, o'sha mashinasini pulni to'lolmagani uchun, mashinasini topshirib ketgani uchun, agar bironta odamni uyini primer tortib oladigan odam chiqsa, mana shu yerga olib kelsin, bitta uyini ikkita qilib beraman. Bitta uyini ikkita qilib beraman. Erkak emasman agar alda aytgan bo'lsam. Bitta uyini ikkita qilib beraman. Mana so'zim so'z. Shu paytgacha bizdan mashina olib, uyini garovga qo'yib mashina olib ketganlar, boshlang'ich to'lov hisob ketganlar. Ular boshlang'ich to'lov bo'lmagani uchun uyini garovga qo'ygan. Lekin bitta inson hali mana shuncha mashina sotgan bo'lsak, uyini garovga qo'yib mashina olib ketgan bo'lsa, birontasini hali uyini tortib oldi degan gap bo'lmagan. Primer har doim mijozlariga poddержка qilib yordam berib kelgan. Uni bilganlar kommentariyaga o'z fikrini qoldirsin. Haqiqatdan agar mard bo'lsa, dushmanimiz bo'lmasa, haqiqatdan kommentariyada fikrini qoldirsin. To'g'risini aytayman. Haqiqat mana haqiqat. Ayrimlar bitta narsa aytib qo'yaman. Ayrimlar primer haqida yomon fikrda bo'lganlar, primerni yomonlayotganlar. O'sha blogerlarni videolarini oxirigacha ko'rsalaring, oxirigacha aytib ketganman. Nima bo'lgan voqea, video syomkalar, qayerda gap so'z bo'lgan, hammasi haqida ma'lumot berib ketganman. Sizlardan iltimos, har doim tangani bitta tarafi bilan cheklanmanglar. Tangani ikkinchi tarafini ham qaranglar. Birovni so'kishdan oldin, birovni yomon otliq qilishdan oldin, o insonlar, aka-ukalar, birovni haligi nima deydi, botqoqqa botirib, loy chaplash oson yuziga, lekin uni haqiqati bor har bir insonda. Ikkinchi tarafni bilmasdan turib, qaror qabul qilib qo'ymanglar bir inson haqida. Iltimos. Ho'kiz tug'ibdi desa, tuyani dumi yerga tegibdi desa, ha deb turib ishonib ketavermanglar. Fozil qorakamni bir gaplari bor-da, ho'kiz tug'ibdi desa ishonib ketavermanglar. Alloh bizlarga eng buyuk mavjudot insoniyatga aql idrok berib qo'ygan. Eslaringdan chiqarmanglar. Mana bu aql, bu qovoq emas bu. Qovoq, pustoy qovoq kalla emas. Bizlarga aql berib qo'yibdi. O'sha aqlimizni ishlataylik. Ho'kizni qayerda ko'rgansizlar tuqqanini? Kerak emas, yolg'on, bo'xton, bo'lar bo'lmas gaplar orqasidan yurmanglar. Haqiqat egiladi, bukiladi, yana aytaman, sinmaydi. Videolarni oxirigacha ko'ringlar, oddiy berib ketganman. Xo'p, ikkinchi mashinamiz. Mana trekerimiz bor. Akalar, endi gap o'rnida keldi, gap aytib ketyapman-da. Xafa bo'lmaysizlar, ozgina hozir emotsiyaga berildim. Xo'p, bu trekerimizda menda grafiki yo'q ekan. Trekerimiz boshlang'ich necha bilan chiqadi? Hisoblab keling. Bu treker haqida o'z ma'lumot beramiz. Xo'p, bizda yana bitta mashinamiz bor ekan. Damazimiz bor ekan. Kombi damazimiz bor ekan. O boshlang'ich to'lovi $1800 bilan chiqar ekan. Damazimiz. Kombi damaz bor ekan. Boshlang'ich to'lov $1800, valyutniga. Oylik to'lovi $184 dan. 5 yilga. Aytilgan grafiklarim hammasi 5 yilga akalar, aytib qo'yaman. Xo'p, bitta hozir bor ekan, bitta. Da. Yana bitta damazimiz bor ekan, boshlang'ich $2000 bilan chiqar ekan. Oylik to'lovi $184 dan. Bu yurilgan damaz. Yangi damaz emas. Kombi ham bu ham. Xo'p, endi yana bitta narsani aytib o'taman. Ha. O'zingiz ayting ukajon, ayting ukajonim. O'zingiz biroz. Trekerga boshlang'ich to'lov $7700 bilan avtokredit chiqib turibdi. Xohlasalaring shunda kelasizlar, mana shu pul bilan xudo xolasa harakat qilamiz, rastrojkaga o'zini puliga harakat qilib beramiz. Mana nima deyapti? Pulini bo'lib to'lashga hech qanaqa foizsiz berishga harakat qilamiz. Boshlang'ich to'lov 30% dan 60% gacha puli bo'lsa, kesin hech qanaqa o'zini puliga rastrojka. Ha, keyin yana Damas, Labo, rastrojka qilib bering deydiganlarga, foizsiz deydiganlarga o'zini pulini bo'lib berishga uni ham qilib beramiz. Bir lamchi ham bor, hech qaysini muammosi yo'q, kelaverasizlar. Bitta Sparkchamiz bor ekan. Qiziq bo'lsa, $2260 bilan chiqar ekan, oylik to'lovi $212 dan. 2 million 2,5 million deng. 2,5 million so'mdan Spark minaman degan akalarimiz, mana shumi? Yo'q, bu emas. Ichkarida. Bu boshiga 3000 bilan chiqadi. Boshiga 3000 bilan, oyiga shu bir
$212 ekan 5 yilga. Tekin hamma narsa. Kelaverasizlar akalar. Lyubboychasiga bizada arzon. Sizlarga Midnight haqida ham aytdim, Cobalt haqida ham aytdim, mana Spark haqida ham aytdim. Onyx kerak bo'lsa Onyx ham kelaveringlar, olaveringlar, muammo yo'q. Mana bizada bitta mana bunaqa bahaybat gigant mashinamiz bor, Rockstone deydi. Boshlang'ich to'lov bilan ham olaman deydigan odamlarga qilib beramiz. Masalan, garovga qo'yishga mashina yoki uyi bor bo'lsa, call center raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib bemalol telefon qilsalaringiz, bu mashinamizni ham chiqarib beramiz Rockstone'da. Bu Xitoy brendi asosida ishlab chiqarilgan. Bu Rockstone'imiz juda ham aqlli mashina. Bemalol mashinamizni ichlarini ham ko'rishingiz mumkin. Bu gibrid motor 1300 km masofani bosib o'tadi. Tok bilan 250 km gacha yuradi. Yangi mashina. Zakazga Xitoydan keltirilgan. 2025 yili. Naqd pulga aytib bering. Naqdga olaman deganlarga o'zi bu dilerlar ham bunaqa naqdda ola olmaysiz dilerlardan ham. Buni butun дополнительный opsiyalari bor. Butun full paket, hamma narsasi bor. Tepasida tenti, oshxonasi, холодильники, tagida zashita, palatka, qisqasi hamma narsasi bor. Naqdga $60,000 ga berib yuboramiz. Dilerlarda ham ko'rmaysizlar bunaqa naqdda. Keyin yana gaplashamiz. Kelsa yana gaplashamiz. Muammosi yo'q. Da, besprabek. Buni grafiki nech puldan chiqardi? Garov bilan bo'lsa 1700 bilanmidi oylik to'lov? $1700 oylik to'lov bilan chiqadi. Akalar, endi sizlarga yana bir narsa aytib o'taman. Eng arzoni Premierda gapimizga javob, kelinglar, pajаловста ko'ringlar. Bizlarda oshxonamiz bor, obedimiz tekin, uzoqdan kelgan mehmonlarimizga gastitsamiz tekin, podarkalarimiz обязательно bor. O'sha hamma narsa shuning ichiga kiradi. Bemalol call center raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib, gaplashib kelinglar. Aniqlashtirib, pasportlaringni tekshiringlar. Toza bo'lsa kelasizlar, ogohlantirib qo'yibman. Kelishdan oldin tashlasalaringiz tekshirib beramiz. Da, so'zimiz yakunida nima deysiz yurtdoshlarga? Endi agar mana men razvedka qilishga keluvchi nima bo'ldi? Mana ishlab turibdi. Mashinalar eng arzoni har doimgidek shu yerda. O'ktam akani bilganlar bilan, bilmagan o'zi bilan. Boyagi negativlar gapiradi, oxiri qolib ketadi. Endi Kamoliddin akam ko'p joyda reklama qiladi. Avto bo'yicha juda ko'p joylar reklama qiladilar. Men birovning biznesiga hech qanaqa ta'sir o'tkazish niyatim yo'q. Lekin o'zlari ichidan biladi. Eng arzon avto bo'yicha Premierda. U narsani bilasiz. Endi aka gadovni dushmani gadov bo'ladi deydi-ku. Begona bo'lmaydi, shu mashina sotadiganlar, lekin men hech kimga dushmanligim yo'q. Bironta insonni ko'rdingiz, mana shu odam iflos bu, mana bu bunaqa degan gapni eshitdingizmi? Yoki yurtdoshlar, hech kimni yomonlamayman. Nega deganda, hammamiz ham insonmiz. Amir Temur bobomizdan qolgan bu dunyo, siz u bizdan da qolar bu dunyo. Do'stlar, bir-birimizga tosh otib, yomon otliq qilib, yomonlashimizdan foyda yo'qdir. Hammamizning boradigan joyimiz bitta. Jonlaring sog' bo'lsin. Omon bo'linglar. Do'stlar, havas qilib yashaylik. Hasad yomon narsa, ko'karmaydi. Hasad qiladigan odamning bog'i. Nima deymiz? Hammaga nasib qilsin, hammasiga odamning o'zi javob beradi nargi dunyoda. To'ppa-to'g'ri. Lishni gap keragi yo'q. Ma'qul kelsa kelib ko'ramiz, xarid qilamiz, ma'qul kelmasa ketaveramiz. Jonlaring sog' bo'linglar. Yaxshilik ko'rishinglar. Rahmat.